Voy bratan, akam bo'lasizda, o'zingiz yaxshimisiz? Uyingizdagilar tinchmi? Charchamasdan bizneschalarimizni oshlab oldik. Har kuni kelishingizni tavsiya qilaman. Har kuni yangi tovarlarimiz keladi sizga. Aka, muomala cho'tki, menda ishonavering. Anjanni muomalasi 3 ta yulduz qo'yingiz mayli. Zato ko'p narsa oldingiz, yulduzcha kam qo'ygan. Opa, nimcha buncha ko'p sut? Qatiqchimisiz deyman. Uyga borib qatiq tayyorlayman deysizmi yo suzmami nima bola? Ana ko'chada har kuni siz qatiq, suzma, qaymoq deydigan opaga o'xshar ekansiz cho'ta. Siz emasmisiz? Har kuni keling, yaxshi sutlarimizdan bor. Hurliqo keldi-ku. Opa, tinchmisiz? Narsalar qimmat deysizmi? Ha, narsalarimiz qimmatligini sababi endi nima qilaylik? Biznes shu. Bizning shiorimiz bor-da, do'konimiz bor, insofimiz yo'q. Uyga borganda tushunasiz buni. Hozir kallaga reski kelmaydi buni ma'nosi. Do'konimiz bor, biznesimiz bor, insof yo'q lekin. Nima bor edi? Ikkita sut topdi bu ham. Cho'ta sizni rangingiz sutga o'xshar ekan-a? Rangi sut bilan bir xil ekan-a? Shokoladli sut bilan. Hazil. Hazil tushunasizmi? Men prosta hazillashuvdim. Ja unchalik seryozni ketmang. Bu prosta hazil, bu muomala deydi buni, brat. Tushunmadim muomalani. Keling. Siz ham rangingiz sutga o'xshar ekan-a?